Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti anatomiya, klinik anatomiya o'qita kafedrasi dotsenti Temirova Nazokat Rustamovna. Bugungi mavzuyimiz ko'z kosasi, burun bo'shlig'i, kalla suyagining ichki va tashqi asosi, qanot tanglay chuqurchasi anatomiyasi va uning aloqa yo'llari. Xo'p, bizga ma'lumki, ko'z kosasi juft tuzilgan bo'lib, piramidani eslatadi. Ya'ni piramidaning asosi tashqi tomonga qaratilgan bo'lib, piramidaning uchi esa kalla ichki asosiga yo'nalgan bo'ladi. Ko'z kosasi orbita deb nomlanib, uning 4 ta devori tafovut qilinadi. Devorlari yuqori, pastki, medial, lateral. Ko'z kosasining yuqori devorini peshona suyagining pars orbitalisi hamda ponasimon suyakning kichik qanoti hosil qiladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ko'z kosasining pastki devorini yuqori jag'ning fasis orbitalisi hamda tanglay suyagining shu nomli o'sig'i, ya'ni processus orbitalisi hosil qiladi. Ko'z kosasining lateral devorini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana e'tibor qilinglar, yonoq suyagi turibdi. Yonoq suyagining orbital yuzasi hamda katta qanot, ponasimon suyag katta qanotining orbital yuzasi tashkil etadi. Ko'z kosasining medial devorini esa, demak bizga tashkil qiladi ko'z yosh suyagi, g'alvir suyagining orbital plastinkasi hamda qisman ponasimon suyag tanasi hosil qiladi. Ko'z kosasiga ochiladigan teshiklar. Demak, birinchi ko'radigan bo'lsak, bu canalis opticus, bundan o'tadi nervus opticus va arteria oftalmica. Ikkinchi hosilamiz bu ko'z kosasining yuqori yorig'i, fissura orbitalis superior. Demak, bundan o'tadi 3-juft nerv, nervus oculomotorius, 4-juft nerv, nervus trochlearis, 5-juftning birinchi shoxi, demak nervus ophthalmicus hamda 6-juft nerv, nervus abducens o'tadi. Keyingi hosilamiz ko'z kosasiga ochiladigan bu fissura orbitalis inferior deb nomlanadi. Bundan demak ikkita nerv o'tadi. Bu uchoqli nervning ikkita tarmog'i, nervus infraorbitalis hamda nervus zygomaticus. Shu bilan birga e'tibor berishingizni so'rardim. Demak, ko'z kosasining medial devorida ikkita teshik bor. Mana bu yerda foramen ethmoidalis va foramen ethmoidalis anterior va posterior. Demak, bular ko'z kosasini burun bo'shlig'i bilan bog'laydi. Keyingi yana bitta kanalimiz bor. Demak, yuqorida yuz suyaklarini o'tganimizda aytib o'tganmiz. Bu yerda ko'z yosh suyagi bo'lib, ko'z yosh suyagida sulcus lacrimalis degan egat bor edi. Demak, yuqori jag'da ham xuddi shunday egat bor. Bu egatlar ikkalasi qo'shilib canalis nazolacrimalisni hosil qiladi. Demak, burun ko'z yosh kanali, mana shu kanal ham ko'z kosasini burun bo'shlig'i bilan bog'laydigan kanal hisoblanadi. Burun bo'shlig'i cavum nasi deb nomlanadi. Burun bo'shlig'i demak, yuz sohasining markazida joylashgan bo'lib, apertura piriformis noksimon teshik orqali burun bo'shlig'iga kirib boramiz. Tirik odamda bunday bo'shliqni ko'rmaymiz. Bunaqa teshikni tirik odamda burun teshigi nares deyiladi. Chunki tirik odamda, demak, biz bilamizki, tashqi burun ikki qismdan iborat, suyak hamda tog'ay qismdan iborat. Skeletga ko'radigan bo'lsak, tog'ay qismi yemirilib ketganligi uchun tog'ay qismi mavjud emas. Shuning uchun noksimon teshik, apertura piriformis paydo bo'ladi. Demak, burun bo'shlig'ida 5 ta devor tafovut qilinadi. Yuqori, pastki, burunning medial devori yoki burun to'sig'i deymiz, 2 ta yon devori hamda orqa devori. Burun bo'shlig'ining yuqori devorini g'alvir suyagining g'alvirsimon plastinkasi, lamina cribrosa tashkil etadi. Burun bo'shlig'ining pastki devorini, demak, qattiq tanglay tashkil etadi. Bizga ma'lumki, qattiq tanglayning o'zi, demak, ikkita suyakning hosilasidan paydo bo'ladi. Bu yuqori jag'ning tanglay o'sig'i va tanglay suyagining gorizontal plastinkasidan hosil bo'ladi. Burun to'sig'ini hosil qiladi bizga 4 ta suyakning hosilalari. Bular birinchisi peshona suyagida spina nasalis bor edi. Mana bu joyda. Keyingisi g'alvir suyagining perpendikulyar plastinkasi.
Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, g'alvir suyagining perpendikulyar plastinkasi, dimoq suyagi, mana vomer hamda ponasimon suyakning kristasfenoidalisi, ya'ni qirrasi tashkil etadi. Burun bo'shlig'ining lateral devorini ko'radigan bo'lsak, demak, lateral devori juft bo'lib, biroz murakkab tuzilgan. Demak, burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda quyidagi suyaklar ishtirok etadi. Ketma-ketlikda sanaymiz. Burun suyagi, os nazali, peshona suyagining frontal o'sig'i va nazalning yuzasi, ya'ni peshona yuqori jag'ning peshona o'sig'i va burun bo'shlig'iga qaragan yuzasi, g'alvir suyagi va uning katakchalari, pastki burun chig'anog'i, tanglay suyagining perpendikulyar plastinkasi hamda ponasimon suyakning medial qanotsimon o'siqlari tashkil etadi. Demak, buni chizma holida ko'radigan bo'lsak, mana demak bizga burun suyagi, yuqori jag'ning frontal o'sig'i va burun yuzasi, g'alvir suyagi va uning katakchalari mana shu yerda, pastki burun chig'anog'i mana ko'rishimiz mumkin, tanglay suyagining perpendikulyar plastinkasi hamda ponasimon suyakning medial qanotsimon o'siqlari tashkil etadi. Burun bo'shlig'ining orqa devorini esa ponasimon suyakning burun bo'shlig'iga qaragan yuzasi hisobiga hosil bo'ladi. Bizga ma'lumki, kalla suyaklari orasida ichida havo saqlaydigan, ya'ni bo'shliqlari mavjud bo'lgan pnevmatik suyaklar mavjud. Pnevmatik suyaklarga kiradi bizga peshona suyagi, bu sinus frontalis deb aytiladi. Yuqori jag' tanasining ichida mavjud bo'lgan bo'shliq bu sinus maxillaris yoki avtor bo'yicha Gaymer bo'shlig'i deyiladi. G'alvir suyagining katakchalari bu cellula etmoidalis deb nomlanib, joylashgan joyiga qarab 3 xil bo'ladi. Demak, cellula etmoidalis anterior, media, posterior. Demak, shu bilan birga ponasimon suyak tanasining ichida mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, sinus sfenoidalis mavjud. Demak, burun bo'shlig'ining lateral devorida biz 3 ta burun yo'lini ko'ramiz. Demak, g'alvirsimon suyak va pastki burun chig'anog'i demak hosil qiladi 3 ta burun yo'lini. U qanday hosil bo'ladi? Xo'p, yuqori jag'da esimizda bo'lsa 2 ta qirra mavjud edi. Birinchi qirra crista etmoidalis, ikkinchisi crista conchalis. Xuddi shunday qirrani biz tanglay suyagida ham ko'rgan edik. Demak, unda ham mavjud edi crista etmoidalis va crista conchalis. Shu kristalarga, shu qirralarga shu nomli suyaklarning birikishi natijasida, ya'ni g'alvirsimon hamda pastki burun chig'anog'ining birikishi natijasida bizga 3 ta burun yo'li hosil bo'ladi. Demak, bular yuqori burun yo'li ko'rishimiz mumkin. Mana meatus nasi superior deyiladi. O'rta burun yo'li meatus nasi media hamda pastki burun yo'li meatus nasi inferior deb nomlanadi. Bu yo'llarga yuqorida sanab o'tilgan quyidagi sinuslar ochiladi. Yuqori burun yo'liga meatus nasi superiorga demak ochiladi cellula etmoidalis posterior hamda sinus sfenoidalis. O'rta burun yo'liga ochiladi demak peshona bo'shlig'i sinus frontalis, yuqori jag' bo'shlig'i sinus maxillaris mana bu yerda hamda g'alvir suyagining oldingi hamda o'rta katakchalari cellula etmoidalis anterior et media ochiladi. Pastki burun yo'liga esa burun ko'z yosh kanali canalis nasolacrimalis hamda kesuvchi kanal canalis incisivus ochiladi. Shunda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, burun bo'shlig'ining o'zi bo'shliq, atrofida joylashgan bo'shliqlar paranazal bo'shliqlar deb aytiladi. Paranazal bo'shliqlarning ahamiyati: birinchidan, havoni ilitadi, namlaydi, tozalaydi. Ikkinchidan, kallani yengillashtiradi. Uchinchidan, demak, talaffuzda yordam beradi. Demak, odamda, sog'lom odamlarda bu bo'shliqlar doim ochiq holatda bo'lishi kerak. Agar bo'shliqlarda yallig'lanish jarayoni boshlansa, bo'shliqlar yopilishi natijasida burun bo'shlig'i ham yopiladi. Natijada bizda burun bo'shlig'ida havo o'tishi qiyinlashadi hamda og'iz bo'shlig'i bilan nafas olishga to'g'ri keladi. Bu norma hisoblanmaydi. Demak, burun bo'shlig'idan kirgan havo ilitiladi, namlanadi, tozalanadi. Kalla asosi. Kallada ichki asos basis crani interna, kallaning tashqi asosi
basis crani eksterna tafovut qilinadi. Kalla ichki asosi peshona suyagidan ensa suyagigacha joylashgan bo'lib, uni 3 ta chuqurchaga bo'lib o'rganamiz. Demak, kallaning oldingi chuqurchasi fossa crani anterior, kallaning o'rta chuqurchasi fossa crani media hamda kalla orqa chuqurchasi fossa crani posterior deb nomlanadi. Fossa crani anterior kallaning oldingi chuqurchasi chegarasi peshonadan ponasimon suyakning kichik qanotigacha bo'lgan chegara. O'rta kalla chuqurchasi ponasimon suyak kichik qanotidan chakka suyagining piramidasi bor edi. Shu piramidasining eng yuqori qismigacha bo'lgan qism, masofa. Keyingisi, demak, piramidaning orqa yuzasidan ensa pallasigacha bo'lgan qism bu orqa kalla chuqurchasi deb nomlanadi. Kalla asosi deganimizda biz, demak, kalla ichida joylashgan barcha hosilalardan qanday hosil bo'ladi va nima o'tishini bilishimiz kerak. Demak, oldingi kalla chuqurchasini ko'radigan bo'lsak, biz ko'ryapmiz foramen cecum, ko'r teshik. Keyingisi crista galli, bu xo'roz toji, g'alvir suyagiga tegishli edi, hamda mana ko'rishingiz mumkin lamina cribrosa, g'alvir suyagining g'alvirsimon plastinkasi. Uni ahamiyati, demak, eslaymiz. Demak, lamina cribrosadan 16-20 ta hidlo ipchalari burun bo'shlig'idan kallaga o'tadi va juft nerv, birinchi juft nervni davomi hisoblanadi. Shu yerdan o'tadi birinchi juft ipchalari. Keyin ko'radigan hosilamiz bu impressio digitata deyiladi. Bu barmoq izlari yoki miya qiyiqlarining izlari. Bu demak, peshona suyagining pars orbitalis qismiga to'g'ri keladi. Demak, bu mana shu joy ko'z kosasining yuqori devoriga to'g'ri keladi. Keyingi teshik hosilamiz ko'rishimiz mumkin canalis opticus, demak, yuqorida aytib o'tdik, bundan nervus opticus va arteria oftalmika o'tadi. O'rta kalla chuqurchasini demak hosil qiladi. Asosan demak, ponasimon suyak katta qanoti hamda chakka suyagi piramidasi. Bu yerda qanday hosillarni ko'ramiz? Bunda ko'ramiz biz fissura orbitalis superiorni. Yuqorida aytib o'tdik nervlar o'tishini. Keyingi teshikimiz bor, yumaloq teshik, bu foramen rotundum deyiladi. Bundan uch shoxli nervning ikkinchi shoxi o'tadi, nervus maxillaris. Keyingisi foramen ovale, bundan uch shoxli nervning ikkinchi shoxi, nervus mandibularis o'tadi. Keyingi mayda bir teshikcha bor, bu foramen spinosum qirali teshik deyiladi. Bu teshikdan shu nomli qon tomir va nervlar o'tadi. Shu bilan birga bu yerda biz ko'rishimiz mumkin ponasimon suyak tanasida joylashgan hosilalarni, ya'ni turk egarini, gipofiz chuqurchasi fossa gipofizialisni, sulcus chiasmaticusni, dorsum sella, ya'ni turk egari suyanchig'ini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga o'rta kalla chuqurchasida hech qaysi suyakda aytilmagan, ya'ni suyaklarning birlashishidan hosil bo'ladigan yirtiq teshikni ko'rishimiz mumkin. Yirtiq teshik foramen laterum deb nomlanadi. Bu yirtiq teshik ponasimon suyak tanasiga chakka suyagining chakka suyagining piramidasi kelib birikishi hisobiga hosil bo'ladi. Yirtiq teshikdan ikkita nerv o'tadi. Bu nervus petrosus major bilan nervus petrosus profundus. Orqa kalla chuqurchasini ko'radigan bo'lsak, biz ko'ryapmiz clivus nishabni. Bunda joylashadi uzunchoq miya va miya ko'prigi. Yana ko'rishimiz mumkin biz foramen magnum nimani? Demak, bosh miya tugab, orqa miyaning boshlanish chegarasi hisoblanadi. Keyingi hosilamiz meatus acousticus internus, bu chakka suyagida mavjud edi. Demak, bundan kanal boshlanardi. Canalis nervus facialis, eslaymiz talabalar. Keyingi teshigimiz foramen jugularis, buyunturuq teshigi. Bu ham o'z navbatida chakka suyagining insizura jugularisi bilan ensa suyagining insizura jugularisdan qo'shilishidan hosil bo'lar edi. Demak, bundan 9-chi, 10-chi, 11-chi juft nervlar, ya'ni nervus glossopharyngeus, til yutqun nervi, nervus vagus, adashgan nerv, nervus accessorius, qo'shimcha nerv o'tadi. Shu bilan birga ichki buyunturuq venasi, vena jugularis interna ham o'tadi. Keyingi hosilamiz bu yerda ko'rishimiz mumkin sigmoidea, sinus sigmoideani ko'rishimiz mumkin va orqa tomonda protuberant occipitalis interna, crista occipitalis interna, sulcus sinus transversus va sulcus sinus sagittalis superiorlarini ko'rishimiz mumkin. Kalla tashqi asosi deganda biz, demak, yuqori jag kesuvchishlaridan ensaning tashqi do'mbog'i
crista occipitalis externagacha bo'lgan qismni tushunamiz. Mana shu qism. Demak, buni endi chuqurchaga emas, qismga bo'lib o'rganamiz. Bunda 3 ta qism tafovut qilinadi. Oldingi qism, o'rta qism, orqa qism. Oldingi qismda ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yuqori jag'ning kesuvchi tishlaridan ponasimon suyakning qanosimon o'siqlarigacha bo'lgan masofa tushuniladi. Ikkinchi qism, o'rta qism, ponasimon suyak qanosimon o'siqlardan foramen magnumgacha bo'lgan masofa hisoblanadi. Keyingisi esa foramen magnumdan protuberanta occipitalis externagacha bo'lgan masofa hisoblanadi. Bu yerda demak, kalla tashqi asosda barcha hosillarni biz ko'rib o'tganmiz. Demak, kalla ichki asosdagi foramen rotundum kalla tashqi asosiga ochilmaydi. Qolgan barcha hosillarni ko'rishimiz mumkin. Qanot tangla chuqurchasi. Qanot tangla chuqurchasi mana bu joyda joylashgan bo'lib, fossa pterogopalatina deb nomlanadi. Qanot tangla chuqurchasi demak, chegarasi oldindan tuber maxilla, orqa tomondan ponasimon suyakning qanosimon o'siqlari, ichki tomondan esa tangla suyagining perpendikulyar plastinkasi bilan chegaralanadi. Qanot tangla chuqurchasi 5 ta teshik orqali butun kalla bilan bog'lanadi. Foramen rotundum orqali kallaning ichki asosi bilan qanosimon o'siqlar bor edi ponasimon suyakda. Shuni yuqorisida canalis pterygoideus degan kanal bor. Bu orqali kallaning tashqi asosi bilan bog'lanadi. Fissura orbitalis inferior orqali ko'z kosasi bilan, foramen sphenopalatinatum orqali burun bo'shlig'i bilan va canalis palatinus major orqali og'iz bo'shlig'i bilan bog'lanadi. Demak, qanot tanglan chuqurchasining aloqa yo'llarini juft nervlarni o'tgan paytda yana bir bor takrorlab o'tamiz. Mana bu slaydimizda, demak, kalla suyagi frontal holda kesilgan. Bunda biz mana ko'ramiz sinus frontalisni, peshona sinusini hamda yuqori jag'ning bo'shlig'i, sinus maxillarisni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa burun bo'shlig'ining ko'rinishi keltirilgan. Bu yerda burun to'sig'i mavjud. Bu slaydimizda kalla ichki asosini ko'rishimiz mumkin mana. Kalla ichki asosini hozir aytganimizdek, demak, oldingi kalla chuqurchasi, o'rta kalla chuqurchasi hamda orqa kalla chuqurchasiga bo'lib o'rganamiz. Kalla suyagining mana bu ko'rinishida biz kalla tashqi asosini o'rganamiz. Kalla tashqi asosi yuqorida aytib o'tdik, basis crani externa deb nomlanadi. Demak, bunda oldingi qism mana, o'rta qism hamda orqa qism tafovut qilinadi. Ko'rayotgan barcha hosilalarni aytib berishimiz bu kalla tashqi asosi bo'lib hisoblanadi. Qanot tangla chuqurchasi. Demak, mana tuber maxilla oldindan, orqa tomondan ponasimon suyakning lateral qanosimon o'siqi yoki o'siqlari, ichki tomondan tangla suyagining perpendikulyar plastinkasi bilan, demak, tafovut qilinadi devorlari. E'tiboringiz uchun rahmat.